Alloh taoloning sunnati bandalarini har xil musibat, fitnalar bilan imtihon qilar ekan. Ya'ni bu imtihon shu darajada bo'ladiki, hattoki Allohning vahiysi nozil bo'lib turgan payg'ambar mata nasrulloh, Allohning nusrati qachon kelarkin deyishgacha borar ekan. Endi payg'ambarki shu darajada imtihon qilinar ekan, siz bilan biz buni yengil bo'lishligini hayol ham qilmasligimiz kerak. Biz ham agar o'sha rasulning yo'liga ergashganlikni da'vo qilsak, albatta bizga ham oson bo'lmaydi. Biz ham mana bu Allohning sunnatini bugungi davrimizda ko'rmayapmizmi? Butun dunyodagi musulmonlarning holati, ularning ustida bo'layotgan fitnalar, qatl-omlar, xossatan Suriyadagi musulmonlar. Allohning dushmanlari u yurtdagi musulmonlarni qatl-om qilib, bolalarini, ayollarini, qariyalarini o'ldirib, uylarini vayron qilib, o'zlarini quvg'in qilgandan keyin bir kichkina do'ppidek joyga qamal bo'lib qolishdi. Dushmanlar xohlaganda ustlaridan kelib bombardimon qiladi, go'daklarini o'ldiradi. Eron, Rossiya eng oxirgi zamonaviy qurollarni bularning ustiga tashab sinovdan o'tkazishadi. Har tarafdan ustlaridan, ostlaridan qo'shaloqlab kelgan musibatlar ularni ham zilzilalantirib qo'ygan edi. Ularga yer keng bo'lishligi bilan birga tor bo'lgan edi. Ko'zlari xiralashib, jonlari bo'g'izlariga tiqilib, mata nasrulloh deyishgan edi. Ala inna nasrallohi qarib. Allohning nusrati keldi. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. As-salatu was-salamu ala rasulihil amin va alihi va sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Nusrat yolg'iz o'zini qo'lida bo'lgan va uni o'zini mo'min bandalariga berib, ularning qalbiga shifo beradigan Alloh subhanahu va taologa hamd va sanolar bo'lsin. Nusrat yo'lini mashaqqatli ekanligini va qachonki mo'minlar nusratga loyiq bo'lganda Alloh tarafidan shaksiz berilishini nazariy va amaliy ko'rsatib ketgan mujohidlarning ustozi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga, ahli oilasiga va ashablariga salovat va salomlar bo'lsin. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qiladiki, sizlarga sizlardan oldingi o'tgan kimsalarga kelgan sinovlar kelmasdan turib jannatga kiramiz deb o'yladinglarmi? Ya'ni Alloh taolo o'zini mo'min bandalariga, ularni boshlariga mana bu imtihon dunyosida batahqiq keladigan ko'rguliklardan ogohlantirish uchun xitob qiladiki, sizlar mana bu hayotda yashar ekansiz va bu hayotni vaqtinchalik ekanligini ko'rar ekansiz, bu yerdan hech qanday balolanmasdan, haqiqiy najotga loyiq insonlarni aniqlanmasdan turib jannatga kiramiz deb o'ylaysizlarmi deb ajablanish siyg'asida xitob qiladi. Ya'ni sizlardan oldin o'tganlarga kelgan narsalar, imtihonlar kelmaydi deb o'ylaysizlarmi? Yo'q, albatta bu imtihonlar keladi degan ma'noda. U bizdan oldingilarga kelgan narsa nima edi? Massatuhumul ba'sa'u wad-darra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wallazina amanu ma'ahu mata nasrulloh. Ularga balo va musibatlar ustma-ust kelib, shunday larzaga tushgan edilarki, hatto payg'ambar va u kishi bilan birga bo'lgan iymonli mu'minlar axir qachon Allohning yordami keladi deyishgan. Shunda ularga bunday javob bo'ldi: ogoh bo'lingizki, Allohning yordami yaqindir. Alloh taoloning sunnati bandalarini har xil musibat, fitnalar bilan imtihon qilar ekan. Ya'ni bu imtihon shu darajada bo'ladiki, hattoki Allohning vahiysi nozil bo'lib turgan payg'ambar mata nasrulloh, Allohning nusrati qachon kelarkin deyishgacha borar ekan. Endi payg'ambarki shu darajada imtihon qilinar ekan, siz bilan biz buni yengil bo'lishligini hayol ham qilmasligimiz kerak. Biz ham agar o'sha rasulning yo'liga ergashganlikni da'vo qilsak, albatta bizga ham oson bo'lmaydi. Shu darajada bo'ladiki, izja'ukum min fawqikum va min asfala minkum va izzaghatil absar va balaghatil qulubul hanajira va tazunnuna billahi zununa. O'shanda ular sizlarni yuqori tomoningizdan ham, sizlardan quyiroq tomondan ham bostirib kelgan edilar. O'shanda ko'zlar tinib, yuraklar bo'g'izlarga tiqilib qolgan va sizlar Alloh haqida har xil gumonlar qila boshlagan edinglar deydi.
Ya'ni mana bu imtihonda jonlar bo'g'izlarga tiqilib qoladi va oxirida Allohning nusrati keladi. Biz ham mana bu Allohning sunnatini bugungi davrimizda ko'rmayapmizmi? Butun dunyodagi musulmonlarning holati, ularning ustida bo'layotgan fitnalar, qatl-omlar, xossatan Suriyadagi musulmonlar. Allohning dushmanlari Alaviylar, Eron va Rossiya davlatlari u yurtdagi musulmonlarni qatl-om qilib, bolalarini, ayollarini, qariyalarini o'ldirib, uylarini vayron qilib, o'zlarini quvg'in qilgandan keyin bir kichkina do'ppidek joyga qamal bo'lib qolishdi. Dushmanlar xohlaganda ustlaridan kelib bombardimon qiladi, go'daklarini o'ldiradi. Eron, Rossiya eng oxirgi zamonaviy qurollarni bularning ustiga tashab sinovdan o'tkazishadi. Bu yoqdan munofiqlarning fitnalari, bularning ustiga qilayotgan fasodlari, o'zlarini musulmon sanab olgan kofirlarning xizmatchilari qilgan fitnalar, ular tashlagan shubhalar va hatto o'zlarining ichidan chiqqan fitnachilar oxirgi kuchlari qolguncha bularni zaiflashtirish uchun qilgan fitnalar. Haqiqatdan ularning jonlarini bo'g'ziga olib kelgan edi. Har tarafdan, ustlaridan, ostlaridan qo'shaloqlab kelgan musibatlar ularni ham zilzilalantirib qo'ygan edi. Ularga yer keng bo'lishligi bilan birga tor bo'lgan edi. Qancha odamlar shubhaga tushib qochib qolishgan edi. Ko'zlari xiralashib, jonlari bo'g'izlariga tiqilib, "Mata nasrulloh" deyishgan edi. "Ala inna nasrallohi qarib." Allohning nusrati keldi. Ular haqiqiy Allohning mo'min bandalari kabi u fitnachilarni malomatlariga qaramasdan harakat qilishgan edi. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. Ey mo'minlar, sizlarning ichingizdan kimda kim dinidan qaytsa, Alloh boshqa bir qavmni keltirur. Alloh ularni yaxshi ko'radi va ular Allohni yaxshi ko'radi. Ular mo'minlarga hokisor, kofirlarga esa qattiq qo'l. Biron bir malomatchini malomatidan qo'rqmay Allohning yo'lida jihad qilishadi. Bu Allohning fazli marhamati bo'lib, uni o'zi xohlagan kishiga berur. Alloh fazli karami keng, bilguvchi zotdir deydi. Allohning yo'lida malomatchining malomatidan qo'rqishmadi. Xuddi sahobalardek musibatlarga sabr qilishdi. Sahobalar ham xuddi shunday musibatlarni ko'rishgan edi. Handaq g'azotida butun kofirlar bostirib qamal qilishgan edi. Ichkaridan munofiqlar har xil shubhalar tashlab fitnalar qilishgan edi. Sahobalar hech qanday malomatchining malomatidan qo'rqmasdan sobit turishgan edi, nusrat keldi. Butun dunyoni fath qilishdi. Dushmanlar ularni qarshisida turishlikka qodir bo'lmay orqaga qochardi. Bugun ham bu sahobalarning yo'lini tutgan mo'minlarga xuddi sahobalarga kelgan Allohning nusrati keldi. Dushmanlari orqasiga qaramay qochishdi. Yillab ularni qatl-om qilib, zulm qilib kelgan Eron va Rossiya qo'shinlari qochishdan boshqa hech qanday qarshilik qilishga yarashmadi. Alloh taolo o'zini mo'min bandalariga berayotgan nusratini davom etsin va shu bilan ezilib ketgan, to'kilib ketgan mazlumlarning qalbiga shifo bersin. Hozirda bu musulmonlar qisqa vaqtda butun Suriyani ozod qilishdi. Butun bir katta davlatlar yordamchi bo'lib turgan bir davlatni zolimlardan ozod qilishdi. Alloh taolodan so'raymizki, bu mazlum bandalariga izzatini qaytarib bersin. Tez orada butun Shom diyorlarini fath qilib bersin va Falastin diyorlariga borib, u yerdagi mazlum birodarlariga yordamchi bo'lsin. Va Falastindagi, Kashmirdagi va Sharqiy Turkistondagi musulmonlarga ham najot berishligini so'raymiz. Va ularga aytamizki, Allohning rahmatidan, nusratidan noumid bo'lmanglar. Mana sizlarning birodaringlar uzoq va og'ir imtihonlardan keyin yorug'likka chiqishdi. Sizlarga ham yaqin bilan aytamizki, Allohning nusrati yaqin. Va la tahinu va la tahzanu va antumul a'launa in kuntum mu'minin. Alloh taolo mu'minlarni sobit qilsin. Qalblarini burib qo'ymasin. Og'ir imtihondan sabr qilishdi, endi yengilchilikda sobit turishsinki, nusrat faqat Allohdan. Robbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaytana. Allohim hidoyat qilganingdan keyin qalblarimizni burib qo'ymagin.